ulashaylik deb nomlangan ezgu tadbirda jam bo'ldik. Bu kun ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan insonlarga e'tibor, hurmat va mehr ko'rsatish, ularning hayotidagi kuch va matonatni qadrlash kuni desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, biz buni faqat ma'lum kunlar yoki shunday tadbirlarda emas, har doim buni tushunmoqimiz joizdir. Bugun bu yerda tashrif buyurgan barcha mehmonlarimizga, ustozlar, o'quvchilar va ishtirokchilarga tashrifingiz uchun rahmat aytamiz. Har bir insonning eng katta kuchi uning qalbida. Qalbning nuri esa hech qachon o'chmaydi. Bugungi tadbirimiz shu nurga nur qo'shsin. Barchangizga xush kelibsiz deb qolamiz. Endi tadbirimizni rasman ochib berish uchun so'zni Xalqaro Nordik universiteti rektori professor Sherzod Mustafaqulovga beramiz. Assalomu alaykum. Aziz o'quvchilar, aziz talabalar, hurmatli ustozlar. Barchangizni Xalqaro Nordik universitetida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Kecha 3-dekabr sanasida juda ham esda qolarli, hammani mehrga, muruvvatga chorlaydigan kun edi. Bu 3-dekabr Xalqaro nogironlar kuni. O'zi aslida barqaror rivojlanish maqsadlariga, ya'ni 2030-yilga qadar davom etadigan mana shu barqaror rivojlanish maqsadlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tasdiqlangan va 193 ta davlat buni ratifikatsiya qilgan. Shu barqaror rivojlanish maqsadlarida 12 ta maqsad bo'ladigan bo'lsa, har bir maqsad u yo bu holda nogironlik, ijtimoiy himoyaga muhtojlik, kambag'allikdan chiqarish, inklyuziv ta'lim, sog'liqni saqlash, toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, atrof muhit. Bu nafaqat nogironligi bor fuqarolar uchun, balki har bir inson uchun mana shu maqsad o'ylangan, tahlil qilingan, tadqiqotlar olib borilgan va 2030-yilgacha hamma mana shu barqaror rivojlanish maqsadlarini bajarish shart deb qo'yilgan. Men bugun endi ko'zi ojizlar deyishga odam qandaydir ma'noda hammasini baralla ayta olmaymiz. Bu insonlar bizni ko'zi ojiz bo'lsa ham, lekin qalbi uyg'oq insonlar. Ayrim insonlar bor, ko'zi ojiz lekin qalbi mudroq bo'lganlar bor. Mana ko'zi ojiz bo'lmagan taqdirda ham ko'zi ochiq bo'lib, lekin qalbi uyg'onmagan, qalbida qandaydir hasrat bor insonlar bor, lekin teskarisi holatda esa bularni o'sha qalb ko'zlari ochiqligini biz ko'rib havas qilamiz. Ya'ni bu ham qaysidir ma'noda bularni mana shu imkoniyatdan kelib chiqib o'zlari maqsad qo'yib, demak shu hayotda men ham o'z o'rnimni topishim kerak, shart degan juda ham katta intilish bor. Bular hammasi jasorat egalari deb o'ylayman. Shuning uchun bugun 77-maktabdan, mana ixtisoslashtirilgan maktabdan ustozlar tashrif buyurishgan, o'quvchilarimizni mana bizni talabalarimiz orasida ko'rib turibman. Men aytmoqchi bo'lganim, bularning kurrai hofizasini inson qoyil qoladi. Ko'zi ochiqlar ham sizlarni xotiralarini oldida ta'zim qiladi, bosh egadi. Mana juda ko'p kasblar bor, hattoki aeroportlarda faqatgina mana shu ko'zi ojizlar ishlaydi. Nima uchun? Chunki ular call centerda ishlaganda so'zlarni daqiq joylarigacha hammasini yozib oladigan qobiliyat egaladi. Bir tomondan endi bu Allohning irodasi deymiz, mana shu bu sinov deymiz. Lekin shunday bo'lsa ham jamiyatimizda, mana bizning respublikamizda bular uchun shuncha sharoitlar yaratilgan. Mana 77-maktab misolida ko'rsak ham bo'ladi. Ustoz ham ishtirok etyaptilar. Utamuradov Murad Tulubayevich 77-sonli ixtisoslashgan maktab internet o'qituvchisi. Ya'ni Brail alifbosi. Brail alifbosini o'zimiz ichiga kirishimiz kerak, uning mohiyatini tushunishimiz kerak. Qanchalik darajada mana shu yerda o'tirgan hozir matonat, jasorat egalarini biz kechangi bayram bilan yana bir bor hammamiz qutlaymiz. Xalqaro Nordik universiteti nomidan, jamoasi nomidan. Bu yerda endi shu ko'prik bo'lganlar bor. Mana hozir pedagogika kafedrasida o'sha zurfalarda mana
Mirali va Dilafroza opa shu narsalarni harakat qilyapti. Biz doim ochiqmiz. 77-sonli maktab bilan bundan keyin ham qo'shma kerak bo'lsa bir hamkorlikda tadbirlarni tashkil qilamiz. Bu narsaga biz tayyormiz. Chunki bizda ham aynan sizlarga ertaga dars beruvchi pedagog kadrlarni yetkazish maqsad qilingan va maxsus pedagogika ta'lim yo'nalishi ochilgan. Endi o'rda logopediya, lekin shu ham bo'ladigan bo'lsa, endi bugun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'zlaringiz guvohi bo'lib turibsizlar. Mana shu kasb egalariga bo'lgan talab yildan yilga oshib boryapti. Endi hozir statistikaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana shu nuqsoni bilan tug'ilganlarning umumiy soni yer sayyorasida 1 milliard 300 millionni tashkil qiladi. Har 6-chi odam. Mana endi bu Birlashgan Millatlar Tashkilotini berayotgan o'sha statistikasi. Demak, nimaga e'tibor qaratishimiz kerak? Biz mana Finlandiya bilan qo'shma dastur tuzganmiz. Ko'proq ta'limda Finlandiyani nima qilinadi? E'tirof etiladi. Mana endi o'quvchilarimizga yetkazish maqsadida aytyapman. Demak, ularda o'sha inklyuziv ta'lim, ya'ni sog' insonlar bilan ham o'sha imkoniyati cheklanganlar bitta auditoriyada, bitta sinfda, bitta partada nima qilinadi? Bahramand bo'linadi. Shu berilayotgan fanlardan, shu berilayotgan axborotlardan. Demak, buni ham o'rganishimiz kerak ekan. Bizga maxsus ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil qilingan. Endi bir paytlar format shunaqa bo'lgan. Endi hozir dunyo aytayaptiki, yo'q, ularni diskriminatsiya qilmaydi. Ular ham xuddi sizlarga o'xshagan inson. Ko'zi ko'rmasa ham, lekin xotirasi zo'r. Ko'zi ko'rmagan taqdirda ham ularni tafakkuri keng. Ko'zi ko'rmagan taqdirda ham ko'zi ochiqlarga qaraganda ko'proq fanlarni o'zlashtirib o'rganyapti. Lekin yonidagi inson uni o'zini do'st deb qabul qilish kerak. Unga bir ayricha maqsadda yoki ayricha deymiz o'sha nima deydi, manaki qarashlar bo'ladi-ku. Qarashlarni ham xuddiki rahm dil sifatida qarash emas, uni do'sti sifatida qarash kerak degan masalalarni mana tadqiqotlar shunaqa ko'rsatyapti-da. Lekin men aytmoqchi bo'lgan masalalar shundan iboratki, biz harakat qilishimiz kerak hammamiz birgalikda. Chunki mana shu zamin hammamizniki. Inklyuziv narsani biza maktabimizga emas, maktab o'quvchilarini shu dargohlarga olib chiqishimiz kerak. Jamiyat tanishishi kerak degan niyat qilgandik. Shuning uchun siz ustozlarga, domlalarga katta tashakkur bildiraman. Bizani kutib olganlaringiz uchun, shunday bir ochiq chehra bilan bo'lganligi uchun barchasiga samimiy tilaklar uchun tashakkur bildiraman. Salomat bo'linglar. Rahmat ustoz. Endi mana Zulfuzar opa boshlagan bo'lsa, lekin buni davom ettirishimiz kerak. Endi turli formatlari bor. Men o'ylaymanki, bu mana sizlarning birinchi tashrifinglar bo'ladigan bo'lsa, bizni talabalarimiz juda ko'p 77 sonlar o'sha internat maktabiga borib, ular tanishishgan, o'rganishgan. Mana endi keyingi, ya'ni javob tashrifi sifatida 77-sonli maktab o'quvchilari bugun Xalqaro Nordik universitetiga tashrif buyurgan. Men o'ylaymanki, endi mana talabalarimiz ham hozir juda ham qiziqib, qani ularning hayoti bilan nima qiziqtirar ekan, qanday qilib ularni bir ko'nglini olsa degan ma'noda hammasi bir-biriga qarab turibdi. O'sha dastur bo'yicha ishimizni davom ettiramiz va yana bir bor sizlarni kelganinglar uchun biz minnatdormiz. Doim tayyormiz hamkorlikka. Bundan keyin ham meni kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Chunki hech kim ortda qolmasligi kerak. Bugun Birlashgan Millatlar Tashkilotining mana shu barqaror rivojlanish maqsadlarida yagona bitta shiori bor, hech kim chetda qolmasligi kerak. Demak, hamma inson hech kim chetda qolmasligi uchun bir-birimiz bilan ko'proq yaqinroq bo'lishimiz kerak va jamiyatga bugungi mana shu o'quvchilarni tezroq adaptatsiyasini biz amalga oshirishimiz kerak. Bu borada hamkorlikka doim tayyormiz. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarga dars jarayonini boshqa oddiy maktablarga nisbatan boshida shunday qurilma bor, yozuvlarni o'rgatish uchun kalotka deyiladi. Kalotkaning har birida 6 ta nuqta bor. O'sha 6 ta nuqta orqali o'quvchilarga yoziladigan harf va sonlarni o'rgatamiz. Bunda bolalar o'zlari joylashtirib, o'sha naqshalarga o'xshagan narsalar bo'ladi. Shundan foydalanib, bularni qo'yib, harflar joylashtirib va o'rganadi. Buni 6 ta nuqtaning chap va o'ng tarafdagi nuqtalari bor
uchtadan vertikal joylashgan. Birinchi chap tarafdagilari 1, 2, 3 nuqtalar deyiladi. Keyingisi o'ng tarafdagilar 4, 5, 6 deyiladi. Demak, bundan keyin bolalar o'sha narsani tushungandan keyin ularning maxsus priborlari bor. Bu pribor har biri kattagida 6 ta nuqta, har bir qatorda 24 tadan kattalik bor va 18 qator bo'ladi. Bu standart pribor hisoblanadi. Assalomu alaykum. Men Fotima Shavkatjonova 77-sonli Nurli maskan maktab internatining 10-sinf o'quvchisiman. Men musiqa yo'nalishiga qiziqaman va shu sohada o'z faoliyatimni olib bormoqchiman. Assalomu alaykum. Men ismim Sharifa Rushona, 77-sonli Nurli maskanning 8-A sinf o'quvchisiman. Kelajakda o'qituvchi bo'lmoqchiman. Baxt. Ming bo'lakka bo'lib dunyoni, tug'ilgandan baxtni izlaymiz. Qo'llaridan tutib ro'yoni, atrofda baxt, ba'zan bilmaymiz. Baxtlar bilan bezatilgan taxt. Xudoyimga yetsa basori. Kimdir seni sog'insa shu baxt. Baxt aslida dunyoda bor. Kimlarnidir sevib, sog'inib, intizorla uni kutganim. Baxt aslida tomog'ing bilan shu bir qultum suvni yutganing. Hamma yerda baxtlaring sochiq. Bahorlardan go'zallik ketgan. Baxt emasmi ko'zlaring ochiq. Osmonga boq, ko'kka oy chiqqan. Senga yana nima yetmaydi? Baxt hattoki yili tolmoqlik. Hammaga ham nasib etmaydi. Tongda turib nafas olmoqlik. Endi Erka Vohidovda bitta she'r bor-da. O'quvchilarga ham, talabalarga ham juda ham mos tushadi. Mana shu talabalik yillari davrida yozgan ekan. Soatga qaraganda ilhomi kelganda endi. Shu soatga qarab turib she'r bitgan ekan. Bosh tebratar soat gapir. Der qadrimni bilmas insonlar. Sekundlarim gavhar har oni, nechun parvo qilmas insonlar. Bosh tebratar soat gapir. Yugur odam, o'tmoqdadir on, har narsaning bo'lar oxiri. Bosh tebratib qolmasin inson degan ekan-da. Demak, oxirgi bizdan bosh tebratsa bo'ldi. Sizlar yoshlari, sizning o'quvchilaringiz ham, shogirdlaringiz ham hech qachon bosh tebratib qolmasin. Soat esa boshini tebrataversin, vaqtlar o'taversin, lekin mana eng gullagan yoshlik chog'imda deylarki, mana bu tarix haqiqatan. Mana shu yoshlik davlaringizda kelib, o'zlaringizdan katta talaba qizlarimiz, talaba o'g'illar bilan mana bugun do'st bo'lyapsizlar, birgalikda ham nafas bo'lib mana qo'shiqlar aytdinglar. Bizning musiqa ta'limi yo'nalishi bor, ustoz. Bizda ham demoqchiman-da, mana hozir Botir Zokirovni esladik, boshqa bir musiqa dargohlarni esladik. Bularning hammasini mana shu niyatlari ijobat bo'lsin deymiz. Biz ham qo'ldan kelgancha agar qanaqadir ma'noda ham ma'nan, ham moddiy tomondan Nordik universiteti ham bularni ertaga o'zini hayot yo'llarini topishga birinchidan juda ham qattiq qayg'uradi, ikkinchidan qo'ldan kelgancha yordamni ham daryo tutmaydi degan umiddaman. Shuning uchun mana shunaqa ustozlar bor ekan, demak, ravnaq topaveradi, O'zbekistonimizga ko'z tegmasin deymiz. Endi Erkin Vohidovdan boshlandi, Abdulla Oripovlar endi xafa bo'lib qolmasinlar, to'g'rimi? Endi chunki juda ko'p she'r aytib berdingiz. Bizni Nordik o'qituvchilarimiz, talabalarimizda hozir hammasida dars bo'lyapti, lekin ustozlar agar she'r biladigan bo'lsa chiqib aytsalar biz ham xursand bo'lardik. Bormi bizlar ishimizdan talantlar? Abdulla Oripovdan bo'la qolsin. Kimgadir yaxshi gap aytdik birodar. Kimdir bir umrga ranjib ham ketdi. Kun kecha yosh derdik o'zni bir qadar, bugunchi balog'at payti ham yetdi. Inson o'z umrini o'ylasa ko'p vaqt, qiynaydi o'zidan o'tgan qusurlar. Kimgadir aytilmay qolgan bir rahmat, kimdandir so'ranmay qolgan uzrlar. Mukammal qurmoqchi bo'ldik dunyoni. Yetib bo'la olmadik o'zimiz, biroq yillar armoni, armon ko'rmadim hech sizdan buyukroq. Insonga tobe emas zamon inchuni,
inson yuragida alamlar qirqib, faqat bir taskin bor. Barchasi uchun afsus cheka bilsang, shu ham bir davlat degan ekan. Shashka musobaqasini boshlaymiz. Mehr ham, shafqat ham qalbingizda bo'lsin. Na ranj, na xorish, oxirdalar. Sizning qarshingizda saqlaydigan sukut 60 ga kirsa ham shu shogirdlarlar